ketma-ketligini qarang. Yana 222 damas, orqasida yana 222, uni orqasida yana 222, uni orqasida kvadrat 5 ta liniya damas ketyapti. Andijonliklar bormi? Munchagar atrof o'zi торговый sentrlar, do'konlar bor ekan. Yana lokatsiyani zo'r joyi, sal nariyoqda aeroport, sal bu yoqda vokzal, maktab, bog'cha, bank, servislar, hamma narsa shu yerda. Malochka degan joy ekan. Qani, opa! Labaga tegdi-da. Shundoq ofisi sizni tepasida mana shunaqa katta bilyardxona bor ekan. Bering ko'rsataman. Shundoq chiqsa, ikkinchi etajda shundoq. Ungacha bitta like bosib qo'ying. Xo'la deydi-yu, odamlarni kutib oladigan joy. Mana shu joyga kiraverish joyi. Joy chiroyliligini qarang. To'g'ri kiramiz. Mana biletga qiziqadigan tanishlaringizga tarqatib hoji akalar qiziqishadi-yu. Dam olish paytida obedlarda chiqib, bilyard o'ynab tushib ketsangiz ham bo'lar ekan. Ayyor devorlarni bo'lib, xonalar qilib, har bitta xonaga konditsionerlargacha qo'yib qo'yilgan. Joy chiroyliligini qarang, srochniy tarqatib qo'ying. Ungacha bitta like bosib qo'ying.